Assalomu kanalimiz muxlislari, Kantar mahsuloti insonga mana bu ko'rinishda qo'sh xorlarimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Yoz fasli kirib keldi, albatta qurilish ishlari boshlanib ketdi. Qurilish ishlari mana bu ko'rinishdagi xorlarimiz kerak bo'ladi. Xorlarimiz haqida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Mana bu ko'rinishda qo'sh xorimizni andijonlik klientimiz tomonidan zakaz qilishgan, ko'rishingiz mumkin. Belini zakazlar bo'yicha 5 santiga arka qilib tayyorlab berganmiz. 1 metrini 280 ming so'mdan tayyorlab berdik. Kantar mahsulotini tayyorlangan poni 6 profildan. Buni yanada ozon xonalari bor, 350 ming so'mdan boshlanadi. Qiziqalar bemalol aloqa chiqarasizlar, to'liqroq ma'lumot beramiz. Bu xorimiz 1 metr 180 ming so'mdan yakkari xori. Ko'rishingiz mumkin, ichi zigzag usulda to'qilgan. Bu boshigacha 25, 30, 35, 38 bo'ladi, pul o'zgarmaydi. Albatta bo'yinsiz yetgan razmerga tayyorlab bera olamiz. Bu xorlarimizda xo'sh 8-9 metrgacha bezusini qo'yaverasiz. Inshaalloh bejirat ko'tarib turadi. Loy, tom, patolog bilan albatta. Bu xorimiz 35lik, 30lik va 38liklar tayyorlari bor. Demak, aloqa chiqarasizlar. Siz aytgan razmerga ham tayyorlab bera olamiz. Masalan, sizga 7 metr, 8 metr kerak desangiz, albatta 170 ming so'mdan boshlanadi to 200 ming so'mgacha. 170 mingligi oltiga oltisi tagi butun bo'ladi, tepasi esa 2 metrdan chok bo'ladi. Inshaalloh chokdan muammo bo'lmaydi, o'zimiz kontrol qilib chiqaramiz, planka qo'yiladi. 180 ming so'mga bo'y olsangiz 5 chok. 185 ming so'mga esa bitta chok bo'ladi, razmeringiz bo'lsa tepasining o'zida. 200 ming so'mga razmeringiz bo'lsa choksiz bo'ladi. So'kan flor STD olishyapti. Ko'ryapsizlar, mehnat qilish ham oson emas. Xudo kuch-quvvat bersin. Mana bu ko'rinishdagi firmamizda zakaz bo'yicha klientimizga tayyorlab Toshkent shahar chiqarib yuboryapmiz. Uni Kantar maqsadi turga-turdan bo'lgan, svarkalar chotki, baquvvat. 1 metrni 120 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Ustalar ko'pchilik turmoqqa bizdan so'rashadi. Bitta arzon ekan deb. Akalar, to'g'ri tushunasizlar. Sifatli ish arzon bo'lmaydi. Sifatsiz ish esa sifatli bo'lmaydi aka. Albatta aytishga ketgan bo'lsam, uzr so'rab qolamiz. Kanalimizga qotqilmash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qo'limizdan kelgancha obzorda qilib berdik. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Kantarimizda barcha turdagi mahsulotlar sotuvda bor.